so'z tugmalari nima uchun ishlaydi? Tashvish tugmasini mana tushuntirib berdinglar. So'z tugmalari qanaqa ishlaydi? Hozirgi kunda to'g'ri aytganingizdek, tashvish tugma bilan so'z tugmasini farqi, mana aytib o'tganimizdek, tashvish tugmalar fuqaro xonadoni yoki turli mulkli shaklidagi obyektlarga o'rnatilsa, so'z tugmalarimiz hozirgi kunda gastronomik ko'chalarga 7/24 faoliyat yuritadigan ko'chalarga o'rnatilmoqda. Buni vazifasi, ishlash prinsipi u so'z knopkalarimiz shunaqa qilib o'rnatilganki, bir vaqtning o'zida mana fuqaroga qanaqadir yordam kerak. Bizning o'sha so'z knopkamizni bosganida Toshkent shahar shu qo'riqlash xizmati monitoring markazi bilan bir vaqtning o'zida video kuzatuv orqali ko'rsa bo'ladi uni. Video aloqaga chiqadi. Video aloqaga chiqsa bo'ladi. O'sha monitoring markazi dispetcherlari bilan video aloqa orqali gaplashib, o'sha so'z knopka o'rnatilgan joydagi holat yuzasida 360 gradusli kamera orqali kuzatib, holatni bilish funksiyasi mavjud. O'sha fuqaroga yordam kerak bo'lganida xabar kelib tushgan joydan bir vaqtning o'zida fuqaro bilan gaplash bilan bir qatorda atrofdagi bo'layotgan holatni nazorat qila oladi kamera orqali. Shunga qarab turib kuch vositalarini o'sha joyga jalb qiladi. Tashvish so'z knopkasi bosilgan o'sha 7/24 ko'chada nima holat bo'lsa, o'sha yerga jalb qiladi u. 7/24 rejimda ishlaydigan ko'chalarimizda bugungi kunda xorijdan keladigan mehmonlar ham dam oladi, ko'ngilochar maskanlarga boradi. O'sha markazda o'tirgan operatorimiz gaplasha oladimi? Albatta gaplashadi. Rus tili, o'zbek tili, ingliz tilida bemalol muloqot qilib, kimga qanaqa yordam kerak bo'lsa, birinchi navbatda shu yordam ko'rsatish hamma choralari ko'rilgan. Demak, tashvish tugmalarini bosgan paytida so'zsiz, hech qanday aloqasiz u yerga tezkor harakatlanuvchi guruh yetib keladi. So'z tugmalarimizda esa operator aloqaga chiqib, fuqarodan so'raydi, qanday yordam kerakligini. Shunday, to'g'rimi? Real vaqt rejimida ishlaydi u. So'z knopkada ham fuqaro bosganida, misol uchun operator u bilan gaplashib, sizga aniq tezkor harakatlanuvchi guruh jo'nataymi yoki yordam kerakmi deb so'ramaydi. Bir vaqt o'zida tezkor harakatlanuvchi guruh jo'natadi. Bu so'z knopkani yaxshi tomoni o'sha yerdagi bosilgan joydagi holatni real vaqtda video kuzatuv orqali ko'rib tura oladi. Fuqaro bilan gaplashish barobarida o'sha yerda nima bo'layotganini ham kuzatadi. Bir vaqt o'zida tezkor harakatlanuvchi guruhni u yoqqa jalb qilaveradi u. Avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi. Albatta, vaziyatdan kelib chiqqan holda 360 gradus oladigan kameralarimiz orqali nazoratga olib, xuddi shu narsa nazoratga olingan holda u narsa bizani monitoring markazimizga yozib olinadi. Operator u bo'lgan vaziyatdan kelib chiqib, nechta tezkor harakatlanuvchi guruh jo'natishiga qarab ham bog'liq bo'ladi. Misol, 2 ta, 3 ta guruh jo'natishi mumkin bittada. U yerdagi holatga qarab, og'ir qattiqligiga baho beradi. Tashvish tugmasida bosiladi, tezkor harakatlanuvchi guruh yetib keladi. Birinchi guruhi, birinchi yaqin nuqtada joylashgan tezkor harakatlanuvchi guruhimiz yetib boradi manzilga. Operatorimiz vaziyatga baho bergan holda yana yordamchi kuch jo'natadi.